Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida, Aeroport City'de, Urganch City'de 9 qavatli domimizda 7-qavatında 3 xona liftlarimiz ishlab turibdi yana. 68 kvadrat ekan. Eshigimiz demir eshik. Bismillah. Garaj prixojimiz. O'ng qo'limizda sanuzel ekan. Kafeldan chiqqan, umaylik qo'yilgan, rasimiz ham kafel, suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Bu yerimiz spalniy. Bu yan tarafımızda açık balkon, yo'lning ustunda yurtdoshlar. Bu yan tarafımızda garderobniy. Uzun koridor, bu yan tarafımızda zal. Bu yerimiz oshxona. Gaz shotchik qo'yilgan, fartuqlar qilingan. Oyoq temiz 100% laminat. Bu yan tarafımızda yana bir xonasi bor. 3 xona 68 kvadrat. Yurtdoshlar bahosini ekranda yozib o'tamiz. Kime qiziq bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.